Katta serjant Nuriddinov Vahobjon Jumanovich 1968-yil 24-iyul kuni Toshkent viloyati Parkent tumanida tug'ilgan. 1986-yilda Toshkent viloyati Krasnogorsk shahridagi 4-sonli maktabni tamomlagan. Faoliyatini 1989-yilda Ichki ishlar boshqarmasi, qo'riqlash bo'limi rotasi militsioner kinologi lavozimidan boshlagan. 2004-yil 30-mart kuni Toshkent viloyati Qibray tumani Salar shaharchasida joylashgan Qoramurt to'siq postida xizmat olib borayotgan vaqtida Tiko rusumli davlat raqam belgisi 10X7974 bo'lgan avtoulov to'xtatilib tekshirilayotganda terrorchilar tomonidan harakatga keltirilgan shahidlar belbog'i portlashi oqibatida vafot etgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2004-yil 28-aprel kunidagi 34-20 sonli farmoniga muvofiq jasorat medali bilan mukofotlangan. Mustaqillik fidoyilari, jasorat bilan yozilgan mustaqillik tarixi.